Bugungi obzorimizda S19 modeli bilan sizlarni tanishtirib o'taman. S19 modelimiz keladigan bo'lsak, 2 turbina motor bilan jihozlangan germanskiy motor hisoblanadi. Motorimiz 254 ta ot kuchiga ega. Bolalari Michelin bolalarda disklari 20 diskda jihozlangan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, 80% napa kojadan ishlangan. 340 kamera polностью taglari bilan olib beradi hamma narsani. Polностью mashinamizda 8 tali airbag bilan jihozlangan. Bu nima degani? Polностью oldindan tortib orqagacha, даже детский rejimgacha sizni har xil noxush vaziyatlardan himoya qilish uchun ishlatiladi. Orqasi 100 litr tashkil etadi. Agar yotqizganimizda buni 500 litr bagaj ob'yomi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. Agar yana ham o'rta qatorga yotqizganimizda 1200 litr bagaj ob'yomi bo'ladi. Assalomu alaykum, Sulton Motors Qarshi Suez avtosaloni obunachilari. Bugungi obzorimizda S19 modeli bilan sizlarni tanishtirib o'taman. S19 modelimiz keladigan bo'lsak, monoxromli faralar bilan jihozlangan, linza pressionli adaptivniy fara, 540 kamera, samotormojeniya, polosa udarjeniyalar bilan jihozlangan. 2 turbina motor bilan jihozlangan germanskiy motor hisoblanadi. Motorimiz 254 ta ot kuchiga ega. Undan tashqari, mashinamizning o'ziga motorga 6 yil 200 ming kilometr garantiya beramiz. Bolalari Michelin bolalarda disklari 20 diskda jihozlangan. Polностью bunga keladigan bo'lsak, bakoylarimiz 540 kamera, slipoy zona, 2 bakoyimiz ham qizitish funksiyasiga ega. Mashinamizda 5 ключевой достуp sensor bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, sensorni ochib, bemalol ochsangiz bo'ladi. Aylanib o'tsangiz, men sizga ichki qismini ham ko'rsatib o'taman. Salon qismiga keladigan bo'lsak, 80% napa kojadan ishlangan. Bundan tashqari, ko'rib turganingizdek, oldi torpedalar yumshoq plastikdan qilingan, akvaprintlarga e'tibor berishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, nafis ishlangan. Sideniyalarimiz keladigan bo'lsak, perforatsionli sideniyalar. Bu degani nima degani? Terlatmaydi ham, qishda, sovuqda anaqa ham qilmaydi. Nimada isib ketish, sovib ketishda oldini olish maqsadida qilingan. Juda ham komfortli, ideal tarzda ishlab chiqarilgan. Mashinamizga kirishingiz bilan 15.6 dyumli monitor sizni kutib oladi. Undan tashqari ham ideal tarzda ishlangan troslyonli rul hisoblanadi. Rulimiz keladigan bo'lsa, голосовое управление, cruise nazorat, avto hold sistemalari bilan jihozlangan. Bundan tashqari, richaglarimiz qo'lda ruchniy ishlangan. Ko'rsatsangiz bo'ladi. Juda ham nafis ishlangan. Беспроводный zaryadka 50 vattgacha, pultlarimizni oladigan bo'lsak qo'ysak, batarya qo'ymasdan o'zini zaryadlash funksiyasi bor. Mashinamiz keladigan bo'lsak, barda xolodilniklar mavjud. Ko'rib turganingizdek. Undan tashqari 1,5 metrli panorama lyuk bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek. Mashinamizda 540 kamera deb aytib o'tgandim. 540 kamera polностью taglari bilan olib beradi hamma narsani. Yana ham undan tashqari mashinamizda obduf abagrev ko'rsangiz bo'ladi. Obduf abagrev bilan jihozlangan. Sovutadi, isitadi. Duh zonali obduf abagrev mavjud. Konditsionerlari keladigan bo'lsak ham duh zonali konditsioner bilan jihozlangan. 9 tali akustika, Sony akustika bilan jihozlangan. Ovoz chiqarishlari juda ham ideal tarzda chiqaradi. O'zlaringiz bilasiz, Sony kompaniyasi Yaponiyaga tegishli brend hisoblanadi. Undan tashqari, mashinamizda old-orqa dojli sensor bilan jihozlangan. Bu nima degani? Qor yoki yomg'ir yog'sa, 4 ta oyna, lyuk ochiq bo'lsa ham, mashina avtomatik o'zi yopadi mustaqil ravishda. Bundan tashqari, oldi, orqa qishda masalan qor yog'sa, yomg'ir yog'sa hech qanaqasiga muzlatmaydi, chunki spiral bilan jihozlangan. 2 bakoyimiz ham xuddi shunaqa. Mashinamizda rullarni qizitirish funksiyasi ham bor. Unda orqadagi salon qismini ko'rib o'tamiz. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismimizda ham polностью abagrev sistemasi mavjud bo'lib, bemalol qishda isitish funksiyasini bajarib beradi. Pastsakanliklar kelib chiqadi, xuddi biznes klassda o'tirgandek o'zingizni his qilasiz. USB kabellar bilan jihozlangan. USB Type-C bilan jihozlangan. Bemalol telefonni zaryadlab ketsangiz bo'ladi. Orqa tomondan bemalol konditsionerni nazorat qilsangiz bo'ladi. Eshiklariga ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, bemalol akvaprintlar, bu tomoni polностью koja bilan jihozlangan, podsvetkalar bilan jihozlangan. Даже tepadan o'zini svetlarigacha bor, yonib beradigan. Aytib o'tib ketish esimdan chiqibdi. Polностью mashinamizda 8 tali airbag bilan jihozlangan. Bu nima degani? Polностью oldindan tortib orqagacha, даже детский rejimgacha sizni har xil noxush vaziyatlardan himoya qilish uchun ishlatiladi. S19 modelimizga keladigan bo'lsak, 7 mestali oilaviy mashina hisoblanib, undan tashqari sedenalarimizda ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Bemalol oldinga, orqaga harakatlantirsa bo'ladi.
Sidinalarimiz undan tashqari aqlli funksiyasi 360 gradusga yotqizsangiz ham bo'ladi. Uzoq yo'lga ketganda bemalol oyoq cho'zib, kengligini ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana o'zim 180 lik bo'yimni hisobiga olsak, ancha-buncha joy qoladi. Ancha-buncha mush qo'ysam, даже 4 mushgacha boradi. S09 modelimiz keladigan bo'lsa, orqa bagajlariga полностью elektrouslyonniy bo'lib, elektropaket hisoblanadi. Tomon keladigan bo'lsak, 7 mesta deb aytib o'tganimda, orqasi 100 litr tashkil etadi. Agar yotqizganimizda buni 500 litr bagaj ob'yomi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. Agar yana o'rta qatorga yotqizganimizda 1200 litr bagaj ob'yomi bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Uzoq yo'llarga chiqqanda bemalol buni spalni ham qilib dam olsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bir xil tekislikda ketadi. Ancha-muncha keng joy bo'ladi. Orqalari ham parktronik datchiklar bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, bagajimizda hattoki detskiy rejimlari ham mavjud. Polностью ko'rib turganingizdek qaytadi. Tomon keladigan bo'lsak, hammasi elektropaket hisoblanib, bemalol buni yopgandan keyin ham xohlasangiz ichkaridan, xohlasangiz tashqaridan olsangiz bo'ladi. Orqa tomonda ham 540 kamera bilan jihozlangan. Faralarimiz keladigan bo'lsak, polностью LED fara bilan jihozlangan. Undan tashqari mashinamiz MacPherson, bu degani независимый podveska, bir-biridan mustaqil ravishda ishlaydigan podveskalar bilan jihozlangan. Yamaga tushsa bir bolonni o'zi borib keladi. Mashina barqaror turadi. Harakati, yurishlari hammasi yumshoq, juda ham zo'r komfort beradi sizlarga. S09 modelimiz keladigan bo'lsak, hozirgi kunda наличиеda mavjud hisoblanib, hozirgi kundagi narxi 429 million hisoblanadi. S19 modellarimizda 1 yildan 5 yilgacha o'z pulini bo'lib rassrochkaga xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari 1 yildan 5 yilgacha imtiyozli, past foizli avtokreditga xarid qilsangiz bo'ladi. Hamda undan tashqari keladigan bo'lsa, bizda trading xizmatlari ham bor. Полностью full paketdagi bonuslargacha hamma narsani qilib beramiz. Batafsil ma'lumotlar uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Operatorlarimiz 24/7 aloqada bo'lishadi siz bilan. Sizlarni Sulton Motors Car Swiss avtosalonida kutib qolamiz.